Mana profildachi shunaqa arzon sumkalar. Hali aytmadim-ku nimaligini. Yomon deydi og'zimga, siz meni urdingiz, uyimga ketaman. Yo'q. Ha, shantaj, to'xtab beraman. Obasi? Tomondan kiradi. Nimadir shikal qilmasang bo'lmaydi, a? To'xta! Urishaverasizmi? Atay qilibmanmi? Men qayerdan bilamanman. Voy, Wow, buncha zo'r narsa. Voy, sumkalar. Bu Duty magazinning premium burchagi, ya'ni hamma sumkalar original. Qarang, asalligini zo'r-a? Chaqlo qora paketku bu. Qanaqa qora paket? Uf, siz tushunmaysiz. Shu bahoni topsangiz bo'ldi olib bermaslikka. Qimmat ekan, bo'lmaydi. Qimmatli qildimmi? Bo'ldi, unda boshqa burchagini ko'rsataman. Bu esa Dutyning sal arzonroq burchagi. Narxi arzon, lekin sifati o'sha original. 250 mingdan 700 minggacha chiqadi. Bundan ham arzoni yo'qmi? Bozorga bormabmiz rostdan ham, qarang. Bor, yuring ko'rsaman. Bu esa Dutyning hamyonbop burchagi, ya'ni 199 mingdan 550 minggacha boshlanadi. Qarang, zo'ra. Shunaqa chiroyli sumkalari bor. Shundan 10 ta ol. 10 ta? Tavba qildim. Shunda 10 ta olgandan ko'ra naryoqda originaldan bitta olganim yaxshi emasmi? Olmayman deyapsanmi shunda? Yo'q, olaman hozir 10 ta ham. Hey, meni kutaymi, boryapman. Kelyapman. Batta murskoy burchagi ham bor ekanmi? Olaman shuni. Mana men yashashga kelganman-ku. Mana bizlarniki hisoblab bersangiz. Siz ham nimadir oldingizmi? Qarang, bitta savdo oldilar. Meniki qancha bo'ldi? 950 ming. Bularnikichi? 3,5 million. Nima? 3,5 million? Nimaga? Men bitta olaman, original olaman. Nimaga unda menga mana bunaqalardan 10 ta oldi deysiz? Mana bo'lsa bularni originaldan. Sen bitta olsang, original olsang ham ertasi kuni yana sumka olib bering deysan, undan ko'ra 10 tani ishlat.